Insoniyat yana Oyga qaytdi. AQShning Artemida missiyasiga qanday vazifalar yuklatilgan? Armaniston bosh vaziri Moskvadagi uchrashuvda o'z qarashlarini qog'ozga o'ramay taqdim qildi. Putindan endi hech kim qo'rqmay qo'ydi. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel yakshanba. 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. O'tayotgan haftada AQShning NASA agentligi Artemida 2 missiyasini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirdi. 2-aprelda boshlangan ushbu missiya 1972-yilda Apollo program dasturi yakunlanganidan so'ng Oy atrofiga qilingan birinchi uchuvchili parvoz hisoblanadi. Ushbu missiya doirasida 4 nafar AQShlik astronavt Orion Spacecraft kemasida Oy atrofida 10 kunlik parvozni amalga oshiradi. Uning yuzasiga qo'nmasdan Yerga qaytib kelishadi. Bu so'nggi 54 yil ichida insonlarning Oyga qilgan ilk parvozi bo'ladi. Chunki 1972-yilda Apollo 13 missiyasidan keyin negadir insoniyat Oyga boshqa parvoz qilmay qo'ygan edi va bu turli konspirologik izohlarga sabab bo'lgan edi. 2-apreldagi Artemida missiyasi Oy yuzasiga qo'nishni nazarda tutmaydi. Joriy reja va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2026-yilda faqat ekipaj bilan Oyni aylanib o'tish amalga oshiriladi xolos. Parvozning so'nggi 10-kuni esa Orion Spacecraft xizmat modulidan ajralib, taxminan soatiga 25,000 mil, ya'ni 40,230 km/soat tezlik bilan Yer atmosferasiga kirib keladi. Parvoz Tinch okeani suvlariga qo'nish bilan yakunlanadi. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Agar zamonaviy texnologiyalar 1960-yillarga qaraganda ancha rivojlangan bo'lsa, nega bugun fazoga missiyalar ehtiyotkorroq va go'yoki kamroq ambitsiyali ko'rinyapti? Buning javobi bir nechta omillar ichida yotibdi. Avvalo, Apollo program davrida missiya nafaqat ilmiy, balki siyosiy ahamiyatga ham ega edi. Ya'ni o'ziga xos kosmik poyga boshlangan edi. ISSR va AQSh o'rtasidagi bu poyga nihoyat ISSRning parchalanishi bilan tugadi. 60-yillarga qaytsak, o'sha paytda ehtimoliy xavf jiddiy qabul qilinar edi. Muddatlar esa qat'iy belgilangan edi. Bugun esa insoniyat hayoti va nufuziga yetkaziladigan zarar ancha yuqori baholanadi. Ilgari samoga uchsak bo'ldi tamoyili ustun bo'lgan bo'lsa, hozir uchishdan oldin hammasini tekshirib ko'rish kerak degan yondashuv qo'llaniladi. Apollo 13 missiyasi bu borada muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Avval yuz bergan nosozlik bu tizim qanchalik nozik ekanini ko'rsatib qo'ydi. Zamonaviy Artemida 2 amalda Apollo 13 ning xavfsiz ssenariysini takrorlaydi. Oyni aylanib o'tadi, ammo orbitaga chiqmaydi. Tan olish kerak, texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda ham Oyga uchish eng murakkab vazifalardan biri. Chunki radiatsiya ta'siri, uzoq kosmosda navigatsiya, atmosferaga taxminan 11,2 km/sekund tezlikda kirish, tormozlanish paytida minglab darajali harorat bilan to'qnash kelish kabi fizik cheklovlar 70-yillardan beri ham o'zgarmagan. Faqat nazorat va aniqlik oshgan xolos. Va ko'pincha 70-yillardagi zaif kompyuterlar haqida gapirishadi. Rostdan ham Apollo Guidance kompyuter zamonaviy smartfonlarga qaraganda ancha kuchsiz edi. Atigi 74 kilobayt xotiraga ega kompyuterlar vositasida parvoz boshqarilgan. Ammo 1960-yillar muhandislari aniq bir missiya uchun tizimlar yaratib, ularni eng yuqori darajagacha yetkazganlar. Xulosa qilib aytganda, bugungi Artemida 2 missiyasi shunchaki Oyga qaytishni anglatmaydi. Balki barqaror infratuzilma yaratish, uzoq muddatli missiyalar va kelajakda Mars sayyorasiga uchishga tayyorgarlikning ilk bosqichi desak bo'ladi. Lekin qiziq jihati shundaki, yarim asrdan keyingi birinchi qadam avvalgi yutuqlarga qaraganda kamtarroq ko'rinmoqda. Bunday sinov va tayyorgarlik vazifalari yuklatilgan parvozni nafaqat AQSh ilm-fanining yutug'i, balki butun insoniyat taraqqiyotining keyingi pog'onasi deb atasak bo'ladi. O'tayotgan haftaning chorshanba kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Moskva shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Murakkab munosabatlar fonida ikki davlat rahbarlari Armanistondagi saylov oldi kampaniya masalasida bahslashib qolishdi. Hamda Armanistonning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvi Yerevan va Moskva o'rtasidagi munosabatlarga va hamkorlikka qanday ta'sir ko'rsatadi? Mana shu masalalar muhokama qilindi. Ancha murakkab ruhda o'tgan uchrashuv so'nggi yillarda Armaniston va Rossiya o'rtasidagi ishonchning susayib ketayotganini, umuman Rossiya va Putinning Kavkazdagi ta'siri tobora pasayib ketayotganini yaqqol namoyish qildi. So'nggi davrda Armaniston tashqi siyosatda muvozanat izlayapti. Bir tomondan an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya, ikkinchi tomondan esa Yevropa bilan yaqinlashuv. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda muzokaralarda saylov oldi jarayonlar va geosiyosiy yo'nalishlar asosiy mavzulardan biri bo'lganiga hayron qolmaslik kerak. Nikol Pashinyan uchrashuv davomida
mamlakatda demokratik islohotlar izchil davom etayotganini ta'kidladi. U Armanistonda so'z erkinligi ta'minlanayotgani, demokratiya, hatto keragidan ortiqligini, internet erkinligi saqlanayotgani, ochiq siyosiy raqobat mavjudligini bayon qildi. Bu bayonotlar bilvosita Rossiya siyosiy tizimi bilan taqqoslash sifatida ham qabul qilindi. Chunki hozirgi kunda Rossiya kun sayin turli taqiqlar ko'paymoqda. Taqiq va jazo mashinasi kun sayin kuchayib bormoqda. Muzokaralarda Pashinyan o'z pozitsiyasini ancha ishonch bilan himoya qildi. U Armanistonning tashqi siyosatda mustaqil qaror qabul qilish huquqini ochiq ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuv masalasida u bu jarayon boshqa sheriklarga qarshi qaratilmaganini, balki milliy manfaatlardan kelib chiqishini ta'kidladi. Shu bilan birga u xavfsizlik sohasidagi muammolarga ham to'xtalib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti faoliyatini tanqid qildi. Pashinyanning fikricha, tashkilot Armaniston uchun muhim bo'lgan vaziyatlarda yetarli darajada samarali harakat qilmagan. Vladimir Putin esa muzokaralar davomida ancha ehtiyotkor pozitsiyani namoyish qildi. Ayrim kuzatuvchilarning fikricha, Putin Pashinyanning ba'zi bayonotlariga javob berishda noqulay holatda qolgan. Armanistonning Yevropaga yaqinlashayotgani, KXSHT faoliyatiga tanqidlar hamda demokratiya va erkinlik haqidagi ochiq bayonotlar Putinga yoqmagani yaqqol sezilib turdi. Putin Rossiya-Armaniston munosabatlari strategik ahamiyatga ega ekanini yana bir ta'kidlagan bo'lsa-da, aniq va keskin javoblardan qochishga harakat qildi. Moskvadagi muzokaralar shundan dalolat beradiki, Nikol Pashinyan o'z pozitsiyasini nisbatan mustaqil va ishonchli tarzda ilgari suryapti. U demokratiya, so'z erkinligi va milliy manfaatlar masalasida ortga chekinmadi. Shu bilan birga Vladimir Putin an'anaviy ta'sir doirasida qisqarayotgan sharoitda ancha muvozanatli va ehtiyotkor siyosiy uslubni tanlayotgani kuzatildi. Umuman olganda ushbu uchrashuv ikki davlat munosabatlarida yangi bosqich. Ko'proq muzokara, kamroq bir tomonlama ta'sir davri boshlanayotganini ham anglatadi. Albatta, Rossiya tomoni saylovlarda Pashinyan o'rniga birorta Rossiyaparast bosh vazir hukumat tepasiga kelishini juda istaydi. Pashinyan esa saylovlarda Rossiya pasportiga ega nomzodlar qatnasha olmasligini ma'lum qildi. Qolaversa, Rossiyaning Armanistondagi ko'rinmas siyosatini yurgizuvchi Karapetyan kabi milliarderlar va Armaniston cherkovi faoliyatining nazoratga olingani ham Putinga yoqib tushayotgani yo'q. Nima bo'lganda ham Pashinyan Putin bilan qul va xo'jayindek emas, teng pozitsiyada turib gaplashgan ikkinchi postsovet respublikasi rahbari bo'ldi. Esingizda bo'lsa, avvalroq Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Putinni kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Bugun esa Pashinyan Putinga qarshi ot qo'ymoqda. Bu nimani anglatadi? Putinning obro'si pasayib ketayotganimi yoki Armaniston va Kavkazdagi boshqa davlatlarning kuchayib borayotganini? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.